Xo'p, assalomu alaykum aziz muxlislar. Muxlislar yo'q hozircha kanalimizda, lekin endi bo'ladi. Ko'ruvchi bugungi videomizda просто artefakt videolar nimaga ko'tarilib ketyapti? U qiyin boshlab nimaga tez ko'tarilib ketdi? Ozmuncha vaqtda 1 million rekord o'rnatdi. Misol uchun, ikkinchi o'rinda artefakt 400 ming obunachisi bo'lsa, artefaktga 600 ming ko'p. Nima sababdan u bunchalik ko'tarilib ketdi? Har kim ham artefaktdek ko'tarilishi mumkinmi? Mana shu savollarga bugun javob beramiz. Bu kontent sizga foydali bo'ladi do'stlar. Xo'p, kelinglar do'stlar. Birinchi masalani ko'rib chiqsak. Birinchi masala bu previewlar tanlash. Previewlar muhimmi? Videoga qanday ahamiyat beradi? Xo'p, davay kelinglar ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi 3 ta youtuberda previewlarini bir-biriga taqqoslab ko'ramiz. Короче, do'stlar, hozir 3 tami 4 tami youtuberda taqqoslab bir-birini previewlariga taqqoslab ko'ramiz. Qani qaysi biri yaxshi, o'zlaringiz ham xulosa qilib ko'rasizlar. Davay, let's go. Xo'p, mana 3 ta preview turi. Qarabsizki, 2,5 million artefaktniki 2 yil oldingisi. Xo'p, rekordnikini qarasangiz 5 yil oldin tasavvurlayapsizmi? Previewga baho beringlar. Oddiy yozuvli preview. 4K grafika deb qo'yilgan, tamom. Xo'p, endi hackernikini qaraymiz. 7 oy oldingi video. O'zini kanalini sotgan shu fake akkauntlardan topdim, lekin shu 8-9 oy oldin. Xo'p, endi artefaktnikini qaranglar. Wanted qishloqini izlab degan nimasi bor. Wanted, ya'ni qishloqini qidirish. Artefaktni men 1000 obunachilisidan beri taniyman, uni kuzatib kelaman. 2,5 million emas edi. 1 yil davomida u videolar 2,5 millionga chiqmagan edi. 1000, 2000, 5000 atrofida yurardi. Birdaniga ko'tarilib ketmagan. Misol uchun siz bitta videoni yukladingiz. Previewsi ham yaxshi, montaji ham yaxshi. Uje bir hafta kutasiz, 100 kishi ko'rdi, 10 kishi ko'rmadi. Bo'ldi, sizlar yig'ishtirasizlar, motivatsiya uladi. O'zimni ham mana shu videomizdan oldin bitta video bunkerdan qochayotgan odamni Habib Minecraft deb qo'yganman. 80 kishi ko'rdi. Hozir mana shu videoni ham yuklasam 1-2 hafta davomida 1000 kishi ham ko'rmaydi. Lekin yana video joylab boraversam, 1 oydan keyin ham mana shu joylagan videolarimni sizlar tomosha qilishlaringiz mumkin. Tak, yaxshi. Hackerga keladigan bo'lsak, qaranglar. Previewga ahamiyat beringlar. Daraxt ortga yashirinib o'tdi. Ikkita zombi qarayapti. Normalni bu eski kanalda, eskisi battar edi. O'zin rasmlarini qo'ygan bunday qilib. Norm prosmotrga hamma narsa sekinlik bilan. Artefaktda agar bilsanglar, Husanov degan kanal bor. Hozir agar topsam shuni video davomida qo'shib tashlayman. Короче, ana shu videosi 2024-yilda men shu videolarni ko'rdim. Kommentariyalarga kirsanglar, havolasini qoldiraman kommentariyada shu videoni topsam. 2025-yil, 2024-yil ko'rayotganlar bormi? Lekin 2022-yilda o'sha videolar joylangan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Sabr. Bitta kanalni yuritish uchun kamida 10 ta videoni chotki qilib previewlarni yasab qo'yinglar, 10 ta videoni. Boshida prosmotr olmaydi. 10 tasi ham prosmotr olmasligi mumkin. Kutasizlar, 1 oy davomida o'sha videolaringiz agar ma'no jihatdan, preview jihatdan qiziqarli bo'lsa, o'zidan o'zi ko'tarilib ketadi. Kamida 10 ming, 100 minggacha, 100 mingdan 1 milliongacha men kafolat beraman do'stlar. O'zlaring rahmat aytsizlar. Boshida agar men aytgandek qilsanglar ham prosmotr boshqa narsalar yig'masa, sizlar prosta meni so'kishlaring mumkin. Va bu YouTube'da sirri bor, bular yashiryapti. Chunki o'zim ham 5 yil davomida 2020 yildan beri men YouTube
yurg'izib kelganman 2021-yil. Eski kanalimda ham kommentariyada qoldiraman do'stlar, silkasini kirib ko'rishlaring mumkin. So'kasizlar, bu aldayapti deb, lekin mana уже 5-yil ketyapti. Norm prosmotr. Men anchadan beri bir nechta kanallar sotyapman. Sizlarga ham sotishlaringga yordam beraman inshaalloh. Birga bo'lamiz. Endi foydali kontentlar, seriallar mana shu Ronaldo M saytdan topasizlar. Endi o'rta holdagi prevlarni ko'ramiz do'stlar. O'rta holdagi deganlar, ya'ni misol uchun artefakt birinchi videomiz, misol uchun hozir 100-videosini joylagan bo'lsa, 50-videosi, ya'ni kanal yurg'izishining o'rtalaridagi prevlari. Hackerda ham videolarda prevlarni hozir taqqoslab ko'ramiz. Let's go. Xo'p do'stlar, mana endi e'tibor beringlar. 3 ta prevni ko'rsatib qo'yibman. Birinchisida artefaktdagi har xil qishloqi bilan o'zini kiyimlari tantadan. Videoning nomi esa istalgan blokdan yoki istalgan narsadan aslahalar yasash mumkin. Qanchalik odamni jalb qiladi. Ikkinchisida rekord rasmi va bunday qilib bank qurdik deyapti. Oddiy bankning rasmi unchalik o'ziga odamni jalb qilmaydi. Keyin uchinchisiga hacker. Yelkasida bombardimon qiluvchi, raketa otuvchi do'sti bilan imperiya tuzibdi. Bir 100 ta qishloqi tizilib turibdi imperiya kabi. Endi o'zlaring o'ylab ko'rlaring. Qaysi biri sizlarni jalb qiladi? Shu videoga misol uchun rekomendatsiyaga chiqdi. Qaysi biriga bosasizlar? 3 tasi chiqdi. Qaysi birini birinchi bo'lib ko'rasizlar? Misol uchun hozir mendan so'rasanglar, birinchi artefakt videosiga bosaman. Nimagaki, bilmaganlar uchun qiziq bo'ladi. Misol uchun, qanday qilib Minecraftda unaqa narsa yo'q. Menga qiziq emas. Birinchi hackernikiga bosishim mumkin, chunki qirg'in bo'lishi mumkin. Qiziq yoshga bo'yicha. Lekin Minecraft ko'proq bolalar ko'radi. Bolalar esa Minecraft o'ynaydi. Minecraftda ayrim kishilar mod qo'shishni bilmaydi. Yo, mod qo'shishni bilsa ham, misol uchun Bedrockga unaqa modlar qiyin topish, to'g'rimi? Shuning uchun Javada unaqa modlar bor. Artifact shunaqa video chiqaryapti. Bolalar shunday ko'rdi, "Voy, bilin" deydi. Qanday qilib bunaqa qo'shsa bo'ladi? Voy, bilin, qanday qilib shunaqa qilsam mana bo'ladi? Odamni o'ziga tortadi. Shuning uchun birinchi unga bosadi. Endi tasavvur qiling, bunday qilib bankni ko'rsatib, bank qurdik. Любой kishi bank qurishi mumkin. Любой kishi. Любой bola ham kiradi, do'stlarini chaqiradi Minecraft o'ynashga. Shunday bosadi-da. Bo'ldi, bitta bank quradi-da, bo'ldi. Nimasi qiziq endi? Lekin hackerdagi animatsion, xuddi animation, nima deydi? Multfilm kabi, animatsiya kabi odamni o'ziga vashi jalb qilib tashlaydi. Shuning uchun million ikki prosmotr. Endi esa do'stlar, mana farqini ko'rdingiz. Endi so'nggi yuksalish davridagi so'nggi prevlarda evolyutsiya davrini hozir sizlar bilan muhokama qilamiz. Davay, unisini ham hozir ko'ramiz. Davay, ekranga 3 ta eng oxirgi prevlar ko'rinsin. Xo'p, endi 3-chi so'nggi videolarni ko'rishimiz mumkin. Qaranglar, artefaktdagi yorqin grafikaga ega. Juda yorqin. Yuzlarni ahamiyat beringlar, yuzlarni. Yuzlarga agar ahamiyat bersanglar, rig, telefonda Prisma 3D Legacy degan ilovadan yasaladi. O'shanaqa personaj qilish, yuzlarni qimirlatish, ko'zlarni katta qilish, ko'zlarni moviy rang qilish, real qilish, og'izlarni bunday kuldirish, qo'rqitish rig bor. Menda ajoyib rig bor. Sizlarga istasanglar tashab beraman tekinga. Keyin agar siz kompyuterda yasamoqchi bo'lsangiz, Blender yoki
MineInmator degan ilova bo'ladi. Alohida unga ham darslik qilamiz. Agar mana shu videoga ko'proq like va prosmotr bo'lsa, prosmotr bo'ladi. Like'larda bong'illatinglar, kommentariyada telefon yoki kompyuter, Blender yoki MineInmator, Prisma 3D Legacy yoki Reglar obzor. Keyingi video haqida obzor qilinglar. Xo'p, endi previewlarga qaytsak. Grafikasi juda yaxshi. Endi Rekernikini ko'ramiz. Rekernik prosta qaranglar, bir sal detskiy bo'lib qolgan. Uzr, endi agar Reker shu videoni ko'rib qolsa yo Reker muxlislari bo'lsa, to'g'risi bolalar ko'proq Rekerda bolalar ko'radi. Sahal uni ham menday vaqti bo'lmagan. U 5 yil oldingi rejimda preview yasagan. Endi Hekerniki ko'ramiz. Hekerniki juda grafikaga boy. Qaranglar, Jamol Heker. O'sha videosini 640 ming odam ko'rgan. O'sha videosini ketidan 51 ming obunachi kelgan. 10% degani bu. 10%. Har kimga ham 10% obunachi kelmaydi do'stlar. Hayotda kelmaydi buncha obunachi. Keyin birinchi yana rekord bu. Rekord. Hech bir odamda bunday 10% obunachi kelmagan. To'g'risi, agar kelgan bo'lsa kommentariyada yozinglar. Kimga kelgan shuncha obunachi? Do'stlar, endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Let's go. Xo'p, videoni qancha montaj qilish kerak? Videoni montaj qilish do'stlar o'zlaringizga bog'liq. Prosta ko'proq effektlar, ovoz effektlari ishlatish kerak, memlar ishlatish kerak. Misol uchun qilib kulaydiganlar qo'yish kerak o'rtalarida. Keyin yig'laydigan effektlar, keyin bam bush hayron qoladigan effektlar ishlatish kerak. Hekerda effektlarni. Videoni olib bo'lgandan keyin ovoz bersanglar yaxshi bo'ladi. Agar jamoaviy video olayotgan bo'lsanglar, mikrofon bilan ishlash kerak. Mikrofon, bunaqa mikrofonlar o'yin uchun emas do'stlar. Birinchi qoida, o'yin uchun bunaqa mikrofon ishlatmanglar. Bu oddiy o'zini videoga olish, bu ovozda tiniq olmaydi. O'zini original video, keyin kinolarga ovoz beruvchi mikrofon qimmat, 200 ming, 500 ming, milliongacha bor. O'sha qimmatlardan olinglar. Uni boshlanishiga shart emas. Boshqacha kuchayib olinglar. Videoni qancha ko'p montaj qilib, kam detallariga ahamiyat bersanglar, shuncha yaxshi. Keyin agar CapCut Pro'ni hamma qidiryapti. VPN ishlaydi ekan, menda bor. Agarda mana shu videoga 500 ta like qilsa, tashlab beraman do'stlar. Sirazi 500 ta like, sirazi kommentariy Telegram kanalimda tashlab qo'yaman do'stlar. Telegram kanalim albatta kanalimda profilda bo'ladi. Kanal tarixi yonmagan, shuning uchun tavsifda qo'yib bo'lmaydi. Qisqacha do'stlar, video montaj haqida mana shu. Xo'p, 3-bosqich. Ideyalarni qayerdan topsa bo'ladi? YouTube'ga kirasiz. O'zbek ideyalardan foydalanmang. O'zbekistonliklar chiqaradigan narsalarni chiqarmanglar do'stlar. Chunki odamlar uni, bolalar asosan ko'radi, jalka ketadi. Odamlar ko'rmaydi uni. Nimagaki shunga o'xshash narsani odamlar o'chib qoldi. Odamlar uni ko'rgan, ko'rgisi yana shunaqa videoni ko'rgisi kelmaydi. Yangilik olib kiring. Ingliz, rus Minecrafterlarni videolarini ko'ringlar. Chopmanglar, lekin vobshe chopmanglar. Mindsessiyaga ulanmaydi. Bu mindsessiyaga pul to'lamaydi O'zbekiston, bilasizlar. Reklama va kanal sotishdan pul yaxshigina ishlasa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, rus va ingliz Minecrafterlar bor. Turkiya, boshqa Qozog'iston Minecrafterlaridan ideya
olib yoki tarjima qilishlari ham mumkin videolarni. O'zlaridan albatta kommentariyami, keyin nima deydi? WhatsAppmi nima derdi? Shundan yozasizlar. Telegramdanmi o'zini kommentariyasiga yozinglar, ruxsat olasizlar, tarjima qilasizlar, avtoriskiy ban bermaydi. Bosasizlar. Ideya haqida mana shu edi. Yoki o'zingiz fikrlab, yaxshi modlar qidirib, ideya topsanglar bo'ladi do'stlar. Ideya endi topish o'zlaringga bog'liq. Qisqacha mana shu do'stlar, ideya topish haqida. Keyingi bo'limga o'tamiz. Xo'p do'stlar, keyingi bo'lim odamlarni qanday qiziqtirsa bo'ladi. Misol uchun hozir Hakerni misol qilib olsak, Hakerda "Yo, Jamol" degan so'zi bor, bilasizlarmi? Keyin jitillar otib tashlaydi, har xil qiziqarli gaplar aytadi. Sizlar ham videolaringizda ko'rib, misol uchun, "Salom do'stlar, va keyingi videomizda prosta jibani qilamiz yoki mana shu modni obzor qilib beramiz." Yo'q, unaqa reaksiya bildirmanglar. Mana bunday. Yo do'stlar, salom, bugun videomizda prosta tak vijivaniya qilmaymiz, jetilni otib tashlaymiz. Yo, jetilni otish gunoh-ku axir. Axir u odam emas, qishloq personaj bo'lsa. Ha. Xuddi shunaqa so'zlar ishlatib do'stlar, kontent qilishlaring mumkin. Yoki artefaktni yana o'chirdim. Yoki artefaktni ko'proq qishloqi mashhur qilgan. Yo'q deylar do'stlar. Endi hozir tepada xudo to'g'risi qishloqi mashhur qilgan. Har xil gaplar. Bunday deydimi? Artefakt, g'isht bosh. Nima qilyapsan? G'isht. Sen qachon mendan o'zib ketyapsan? Xuddi shunaqa gaplar bilan har xil. Keyin Paqirbosh, Arti, kel, musobaqa qilamiz. Xuddi shunaqa gaplar tufayli artefakt qishloqi prosta yuksaklarga ko'targan. To'g'risi, Hakerda ham o'sha gaplari, prosta gaplar talanti uni tepaga ko'targan. Davay o'zlaring ham o'ylab ko'rlaring, mana shu gapim to'g'ri. Davaytik, keyingi bosqich. Xo'p do'stlar, so'nggi bo'limga ham yetib keldik. Artefaktning siri. Artefaktning sirlari quyidagicha. Uning asosiy siri squad, ya'ni uning jamoasi. Ikkinchisi, uning kompyuteri. Juda kuchli kompyuteri bor. Ikkita do'stida, bitta egizagida, uchinchisi do'stida, shohga. Uchtasiga yaxshi kompyuter va notebooklar bu. Keyin, uchinchi siri, videolarda qiziqtirishiga, ideyalarda kuchliligiga bog'liq. Videoga ular har xil kulguli gaplar aytishadi. Odamlar o'shani ko'rib, legenda va yana legenda deydi. Hozirgi kunda Haker artefakt bilan baravar raqobat qilyapti desam kim ishonadi? Kanalni sotyapti. Hakerni oxirgi sotgan kanalda, juda odam ko'p. Uni ham million, 5,5 million, 6,5 million prosmotriga videosi chiqdi. O'sha qishloqlar imperiyasi. Qishloqlarni to'plab imperiya tuzgani o'sha 5,5 million prosmotr yiqqandi. Men o'zi analiz qilib o'sha kanalda eslab qolgandim. Ikkov baravar raqobat, lekin obunachi ko'p kelish bo'yicha hozir Haker oldinda ketyapti. Agar artefakt kabi aktiv bo'lsa, Haker artefaktdan o'zish ehtimoli 125%. Balki 140% ham bo'lishi mumkin. Mayli, 100% bo'lishi ham mumkin yoki 30% o'zi bo'lsa ham o'tib ketish ehtimoli juda baland do'stlar. Shuning uchun keyingi bosqich artefakt videoni juda ko'p montaj qiladi. Shuning uchun ko'p vaqt, misol uchun bir haftada bitta video yuklaydi. Shuning uchun
uni videolar rekka chiqib ketadi. Keyin videoni formatini kamida agar sizda telefon bo'lsa 2K 1440 ga 1980 piksel qilib videoni montaj qilishlari kerak. FPS ga keladigan bo'lsak 60 fps. Keyin MBC degani 16 MBC kattalik formada, ya'ni agar CapCut bo'lsa High degan nimasiga sizlar qilishlaring kerak. Keyingi videoda artefaktni o'zini yozganman. Prosta yozganimni ko'rmagan, o'zi bilan savol javob va sirlarni o'rganaman. Qanday qilib bo'lsa ham o'sha sirlarni so'rayman va sizlar bilan baham ko'raman. Mana shu videoga 100 ta like qilinglar bo'ldi. 100 ta. 100 tadan so'ng chiqadi. Let's go do'stlar. Olg'a like, поддержкani kutaman.